Nega tijoriy binoni loyihalashtirishda yorug'likni ikki xil o'lchamiga e'tibor berish kerak? Ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin juda ham muhim bo'lgan sifatlardan bu yorug'lik. Bu lux va Kelvin hisoblanadi. Birinchisi lux bu yorug'likka darajasini belgilab bersa, Kelvin bu yorug'likka iliqligi yoki bo'lmasam haroratini belgilab beradi. Odatda uchraydigan xatolardan bunaqa turdagi joylarda umumiy bir xil yorug'lik qilib yuborishadi. Bu o'ziga yarasha noqulayliklar tug'diradi. Ikkita misol keltiraman. Birinchisi bu restoranlar. Odatda bu joylarda iliqroq 2500, 2700, 3000 Kelvin atrofidagi iliq ranglar ishlatiladi. Biznes markazlarida bo'lsa aksariyati 6000 Kelvin atrofidagi sovuqroq ranglar ishlatilinadi. Sababi biznes markazidagi bu oq rang insonni tetik tutib turadi. Mayda, lekin juda ham muhim bo'lgan bunaqa ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun bizga obuna bo'ling.